Bu qo'rqinchli filmni ko'rganingizdan keyin aniq uxlolmaysiz. Videoni oxirigacha ko'ring, hozir gapirib beraman. Pulga muhtoj bo'lib qolgan Allen o'zini ikkita do'stlari bilan boy oilaning uyini tunamoqchi bo'ladi va tunda o'rmondagi uyga kirish uchun reja tuzadilar. Oila safarga ketgan vaqt uyni tunamoqchi bo'lishadi. Lekin uyning podvalida ularni bir nechta jasadlar va zo'rg'a tirik qolgan bog'langan qizni topishadi. Mahbusni qutqarishga harakat qilayotganlarida uy eshiklari va chiqish yo'laklari butunlay berkitilganini anglaydilar. Barchasi uyning ichida qolib ketadi va u yerdan chiqish yo'lini topishga urinadilar. Ular uy egalarini asl qotil ekanligi va odamlarni o'g'irlab, qiynab o'ldirishlarini bilib qolishadi. Bog'langan qiz ularning so'nggi qurboni bo'lib, ularni qutqarishga harakat qiladi. Biroq uy egasi qaytib keladi va o'g'rilarni ovlay boshlaydi. Har biri o'zini hayoti uchun kurashadi, lekin Allen va faqat bog'langan qiz omon qoladi. Ular oxiri uydan chiqishga muvaffaq bo'lishadi, lekin bu dahshatli tajriba ularning hayotini butunlay o'zgartiradi. Ushbu kinoni ko'rib, o'zingiz maza qilishingiz uchun hozir kommentariyada kino so'zini yozib qoldirsangiz, biz sizga kinoni yuboramiz.